Ana yana bitta stoyka. O'n 15-20 minut ichida o'sha 3-4 syomka qanaqasi stoykasi. Jasur. Mana ham turibdi. Ana işte. Ha, sekin ko'tarib chiqaring, nima chiqar ekan. Tumshug'iga qarab yurur. Yurur, oldi, yurur. Yurur. Bor o'sha yerda nimadir. O'tib ketding. Ana. Adashmidi. Sen adashding. Ketdi orqasida. Ana. Ketdi ko'tarilib. Tumshug'iga qarab yurgin-da. 4-chisini uchirdi. Qarang, hozir yana bitta stoyka bersa. Davay. Çok bitti yo, men Yo, bu uçurmaydı ne böyle. Sen uçurasın. Ha, yo, yana bitta ko'tarsa. Başka iple uçuruversa mümkün, bu uçurmaydı. Davay. O'lgan gene. Farqi yo'q, qirg'ovul bedani. Ha, bizdan mahallada yana to'y qilganki bor. Faqat bedanaga o'lgan. Qirg'ovul qirlab ikkita yurdi. Bedanaga ishlagan taksilar bo'ladi. Qirg'ovul deysanmi? Shunaqa. Yo'q, qirg'ovul zo'r yuradi. Bedana zo'r yuradi, qirg'ovul uchib tashlaydi. Ha, bitta kamchiligi. Men miltig'otmayman-da. Miltig'otib buni bang'ilashga o'rgatgan bo'lganimda. Bu unaqa muammo emas, aka. 3-4 marta otsa. Yo'q. Davay, shi. Давай. Хантер, давай. Hoppa, yana bitti ushladi ana. Hidovat. Ana. Ketdi. Qadadan ketyapsan, hozir? Hid sezadi keyin. Cho'tta nimadir bor demashdi, tushkuriga. Baklan ko'p ekan. O'tirib olib, Tirichaladi. qarab o'tirsin. Ha, qo'langanda suv. Baliq qo'yiladi. Urdingmi, nima u? Baklan. Kallasi g'alaga. O'zidan og'ir baliq yo'q. Ikki bo'ldi. Shularni otsa bo'lmaydimi? Sassuku. Ha?